Assalomu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men Alimjon Hamid. Bugun 2020-yili 4-oyning 11-kuni shanba. Bozor taqoq hozir. Bu qatamliq ishlamoqchi bo'lgan videom bu bir darslik emas, ammo faqat shu darsga parallel shaklda menishni o'ylashgan. Ya'ni o'zimninki bu to'g'riliqda darslikda bu temalarda so'zlanmadi, ammo kelgusi so'zimda inshaalloh. Ama o'zimninki grafiklarni tahlil qilish orqali olgan va nima sotmoqchi bo'lganligim va undan keyin qanday qilmoqchi bo'lganligim to'g'riliq planlarimni bir video qilib to'rdoshlarga sunishni loyiq topdim. Bu ekranda ko'rinib turgan yevroning dollarga nisbatining yarim soatlik grafiki. Bu yerda kipinak shakllik pattern deydi hamda inglizcha pattern, ya'ni butterfly pattern deb shunaqa ikki xil kipinak patterns bor. Pattern degani uyg'urcha nusxa deb tarjima qilsak bo'ldi. Shu nusxalar bor. Uni o'zim chizgan. Bu yerda bir 3 blokning nusxasi bor. Buni o'zim chizib qildim. Bu yerdagilar baholar hamda men bu bozorda 9-sila, ya'ni payshanba kuni bozorda cho'ng o'zgarishlar bo'lgan. Normalda bir kunda bir 100 nuqta atrof o'sishlar bo'lishi normal bozorda. Ammo 10-sila kirib, 10-sila chunki bu g'arb ellarninki xristianlarning bir bayram bo'lganligi uchun shunga paychik bozorlar taqoq g'arb ellarninki. Uning ustiga bu hozir navbat ko'rib turganlar yevroning dollarga nisbat bo'lganligi uchun ikkisi g'arb ellarining pullari. Shunga bu bozorda bakli bir xil muqim, bir xil qat'iy cho'ng bir midrashlar yo'q. Nihoyat zirkishlik bir bozor bo'ldi juma kuni. Endi bu dushanba kuni oldimizdagi yana shu bayramning oxiri. Shunga umuman dam olish kuni bo'lganligi uchun yana bir kunlik zirkishlik bir bozor kuni bo'ldi oldimizda. Shunga endi oldimizda mening bu planlarga hozir planlarim balkim seshanba, chorshanba, payshanba kunlari amalga oshishi mumkin. Shunga aramizda shu sodni qilayotgan degandeklar bo'lib qolib qolsa, shularninkimi samik deb qo'yish uchun bu videoni vaqtida ishlab qo'ydim. Hozir bu tahlil kelsak, mayada ko'rib turgan A va C nuqtalar ikki tal yuqori nuqta bir tussiq suchgan va bular bir gorizontal bir tussiq nuqtalar. Ya da bize qiypashroq sizilib qoldi, ammo lekin normal bu ya gorizontal sisiq amaliyot gorizontal bir tegishlikni ustida turadigan ikki tal nuqta. Anondan hatta bu dal gorizontal bo'lmasin bo'laverdi. Muhim emas u. Taxminan gorizontalga yaqinlashsa bo'ldi. Anondan ammo ostidagi bir qator tuvan nuqtalar ma B nuqtani tutashtirgan degan siziq yuqori qarab yo'nalgan. Ya'ni bu bir tal bir 3 blok shakllanadi bu yerda hozir. Va bu massiziq dal D nuqtada bir qatim bozor bir qatim bir şey tegib, yana keyinga yenib ketyapti hozir. Bu 3 blok hisobda bir o'sishning signali bo'ldi. Bunday shaklda 3 blok. Shunga men mush nuqtada mashab o'siz deb o'ylashdim. Hamda undan boshqa yana boshqa prinsiplar bor. Bu yerda o'sishninki vaqt munosabati bilan hamma texniklarni bir-birlab so'zlab o'tirishning hojati yo'q deb o'yladim. Bu qisqasi bu yerda mashab o'sidi. O'sib, andan keyin buni nega berib sotamiz deganda, setishni bu men hozir jami 0.5 lot aldım. 0.5 lot. Bunu 2'ye bölüp aldım. 0.125, 0.125 deb. Bununki olgan nuqtam shu hozirgi navbatdagi mush bahoning o'zida olgan. Hozir mush baho jim to'xtab turdi. Dushanba kuni mashab medraydi. Buning ziyon setilgan o'rni nima desa, qizil katakning ostiga taxminan 20 pip pas tövanda. Bu 20 pip nima desa, oldin qatimoq tuvan nuqtaning bizal osti. Bir necha pip bilan ostiga to'g'rildim. Çünkü bu bozor bu tushib, bu oldingi tuvan bahoning ostiga tushib ketsa, biroq pastga tushdi bu. Uchoq saqlab o'tirishning hojati yo'q, setib kerak naq vaqtida ziyonga. Lekin mening nazarimda bu pastga tushib ketmaydi.
Anakin bu üsüp miye kelgende yerimini setiyotman bahada. Tahminen 50 pip nerede? Benim ağan noktamdır 50 pip üstüde. Birincisini paydası satman setip hop anakin ve ikincisininki bununki setiliş noktası tahminen 85 pip 86 pip etrafında üstü doğanlık için. Birincisi paydası setilgan aman ikincisini Denki ma stop loss ne yani minus setiliş noktasını dal üzerine ağan noktamı doğrulap koyma. Şondan bu her qancha tushib ketgan taqdirdami ziyon setilmaydi. Endi bu yerda bu birinchininki maniki nimishqa bu nuqtaga setishga buyruq qurib qo'yganligimning sababini sizlarga desam, buning bir necha sababi bor. Birinchi veya qaragan bo'lsak, hozir men yarim soatlik grafikda bak nima qilmay qolibdi, ammo men yerdan hozir men grafikni 1 soatlik o'zgartay. 1 soatlik o'zgartsam, hozir ko'zing qarasanglar bu yerda Mayani o'zi bizga pastroq sezib qoldim. Ustigacha. Mana Mayada bazalarning taqilish baholari bor. Ana Mayada bir qatimliq eng tuvan baho bor. Dal mushu o'rin, mushu qisqa kichik bir o'rinning o'zi, bir doiraning o'zi. Amaliyotda mavi Mayadagi bir tishdot bilan men siz qo'ygan tishdot bilan asti qismiga to'g'ri keldi. Anandan keyin uning ust qismi nega to'g'ri keldi desa, Xudoyim bilsa men atidagi darslikda ikkinchi darslik, ya'ni Sham grafikining ikkinchi darsida so'zlaygan bir muhim bir nima bor. Fibonacci salla qatori degan oliy matematikada so'z, oliy matematikani o'qiganlar bo'lsa bildi buni. Oliy matematikada Fibonacci salla qatori deb so'zlangan. Bu Fibonacci salla qatori bu hamma sohada ishlagan o'xshash, bu shu paychek, forex bozordimi nihoyat kuch kelgan. Ya'ni mayadagi bir tal tishdot bulang bor degandim, men boyatin o'zim sizib qo'ygan tishdot bulang. O'sha tishdot bulangning ust qismi nega to'g'ri kelgan desa, Fibonacci'ning 0.618 ga to'g'ri keldi. Bu 0.618 degan qismi nihoyat muhim qism bo'lib, bozorning taxminan 70-80% shu nuqtada qaydidi, kayniganidir. Shunga bu rayonni birinchidan men bir qarshilik deb o'yladim. İkinciden ananken üçüncüden birincisi mayadagi qarshilik diye, ikinci ananken Fibonacci'nin 618 oldu diye, üçüncüye yana bir sebebi ya da Fibonacci Fibonacci extension ma'qul bilmasdim. Extension'ni bosgandan keyin eng tuvan nuqtadan o'tirdagi B nuqta, yuqori nuqta, ana ostidagi nuqtani yana o'sha o'rin tutashtirib qilgandan keyin ya'ni AB tang CD degan bir degan nuqta shumshu. Bu bir degan nuqta amaliyotda ABCD pattern deydi buni. ABCD pattern hesabda ABCD nusxasi degan ninki nimasiga tushgan. Yani ABCD patternning o'zini siz bilmayganingizda sizlarga. Ya'ni mening bekitgan shu qarishlarimning o'ziga tushdi dal. Bir butun 618 taxminan o'sha 1.618 yilda bu ya bayatın bir degan nuqta hesabda nim bilan maya arliq tang hesabda AB bilan CD tang bo'lgan bu bir qarshilik normalda. Demak bu ya hozir jami 3-4 xil qarshilikning sababidan men demak bahoning miyada setilishining sababini mishaga shu sababdan qo'ydim. Ikkinchi ananikin lekin bu bozor yana davomli o'sib menishi mumkin. Chunki buning o'sib mang'alayganligiga boshqa bir ishonchim bor. Bu yerda nima? Elliot to'lqinlari deb boshqa bir texnika bor. Elliot to'lqinlarida deydiki, ya'ni
hozir birinchi to'lqin bo'ldi, ikkinchi to'lqin bo'ldi, uchinchi to'lqin misol miyadroq bir yerda oxirlashishi mumkin, uchinchi to'lqin, endi to'rtinchi to'lqinlarda bo'lishi mumkin, beshinchi to'lqin miyaga chiqilishi mumkin. Ya'ni Elliot to'lqin deydiki, ikkinchi to'lqin hozir bizning hozirgi turayotgan to'lqinimiz eng qisqa to'lqin bo'lmaydi, bo'sh bo'lmaydi, ya'ni eng qisqa to'lqin bo'sh bo'lmaydi. Birinchi to'lqinmi hozir hali uzun bo'lib chiqdi. Shunga bu hozir ikkinchi to'lqinmi, uchinchi to'lqinmi hozir eng kamida birinchi to'lqin bilan teng bo'lishi kerak. Hatto ya'ni bundan uzunroq bo'lishi kerak albatta. Shu sababdan bu davomli oldiga qarab menish kerak. Undan keyin yana uni keyinda yana 5-chi to'lqin bor texnik ustiga chiqish kerak bo'lgan. Shu sababdan buni Elliot to'lqinlarini keyin so'zlayman. Shu sababdan bu davomli yana oldiga qarab menish ehtimoli nihoyat yuqori. Ondan keyin hozir birinchisini miyada sotaman, ikkinchisidan miyada setishning sababi nima bo'lsa, hozir miyada bir tal qarshilik bor. Oldidagi bir yuqori nuqtaniki bir qarshiligi. Ondan keyin bu nuqtada setitma, chiqitma bazadan chiqitib, ondan keyin miyada hozir ikki tal kepinak nimasi bor. Pattern, ikki tal nima butterflies pattern deb kepinak nimasi hisobda patternsi. Bu patternninki hozir sizib qo'ydim. Endi bularning eng muhim alayligining birisi XA-ninki dal 1.27 degan nuqtada D bo'lish kerak. Andan keyin bu nuqtadan boshlab taki 1.414 degan nuqtaga bo'lish kerak bu oraliqda. Mush oraliqda bo'lish kerak kepinak patternsi. Ama lekin bu mening orzuyim bo'yicha cho'qim bu yerda kepinak patternsi shakllanishi kerak emas amaliyotda. Men faqat shu ishlar bo'lib qolish mumkin deb o'ylayapman. Lekin bozorning mishagicha usaligini taxminan hamda hukm chiqara olmayman hozircha. Andan keyin bu yerda nada yeni kutib degan vaqtda men birinchi qarshilik miyada bor. Agar bu birinchi qarshilikda to'xtab mishadan keyin yanalab qolib qolsam, kepinak patternsi shakllangan bo'lsa, kepinak patternda miyada birinchi maz butun o'sishga olganlarsa ham setilib bo'lgan ekan, miyadan tushish qilma. Tushish qilganimni miya satma. Agar bu davomli, agar yani ustiga qarab menib qolib qolsam, mang'allab qolib qolsam, ma qarshilikni buzitib qolarsa, o chaqda yana ustiga yana bir qarshilik bor. Bu qarshilik nima qarshilik desa, miyada mura, bosh, mura. Ashunaq bu boshqa bir xil pattern. Isat buni candlestick patterns deb deydi. Buni keyin so'zlayman darsda. Buningdagi ma ishtal muraninki o'rni nihoyat muhim bir qarshilik bo'lib hisoblanadi bu patternda. Shunga mayaga bir tal bir nimani sizib qo'ydim, bir qarshilik nimasini. Bu dal ma qarshilik boya dal ma 1.414 degan miyada 41 deb amaliyotdagi soni aslida 414 asli. Shu o'ringa mos keldikan. Shunga men miyada bir qatim tushish qilma, anan keyin davomli o'sib qolib qolsam, miyada yana bir qatim tushish qilma. Anan agarda bu tasodifiy miyadni buzib menib qolib qolsa, ma qarshilik buzib qolib qolsa, ziyon satilgan o'rin nada desa, birinchi og'rimninki taxminan 60 nuqta ustida, ma ikkinchi og'rimning taxminan 30 nuqta ustida miyada oldin qatimliq ma bu nimaninki sol mo'risining ustidagi bir tal bir oxirlash bahsi bor. O'sha oxirlash bahsining bir necha piplam ustiga to'g'rildim. Ustiga to'g'rilab qo'ydim. Meningcha u yerga boramaydi baza. Agar ashay berib qolib qolsa, setib o'tishim kerak. Chunki u yerdan o'tib qolib qolsa, miyaga chiqadi degan gap. U chaqda allabirun ma bu 90 pip ziyon, biroqlam 190 pipga o'sib ketishi mumkin. Taxminan cho'ng bir ziyonga aylandi. Shunga uning darhol oldini olishim kerak. Endi miyad oldim. Endi bu ikkisini miyaga tushgandan keyin mishad sotaman. Buni setishlik sabab nima desa, ma bu yerda setishlik sabab nima desa, ma aniq bilan miyadagi ma bu tuvan nuqtani tutash turgandan keyin siziq bu yerda bir tal tiyak hosil qildi. Ana bu tiyak, ana birinchi bu siziqning sababi tiyak, ana ikkinchidan miyada ma C nuqta bilan D nuqtasini tutash tursak, D nuqtasini tutash turgan chog'dagi maya mavi 38 degan % shu mavi maya siziq.
38'ninki asti buldu ki. Anınkin miya qısaq buya mavu tövendiki astidikroq ma D nuqtaninki 38'ninki bize üstroq buldu ki. Şundan şu hesapta taxminan şu arlıqlarda setishni qaror qildim. Çünkü bunun astıga tushib saqlab bundaq qilishni bak xalab ketmedim. Çünkü mening arzu qilganim cho'qim bo'ldi degan ish yo'q bozorda. Ziyanning oldini olish uchun oz foyda bo'lsa-mu setish kerak. Amaliyotda bu yerga foyda uncha ozmi foyda emas. Çünkü 482 da taxminan 490 49 da aldık ama 49 da elib yani 1049 da elib 960'larda 950 neçilerde satıyorduk hemen. Satsam demek mağandan 83 nokta mağandan bu bir şuna bir 50 nokta olsa 100 nokta diyen gap. 100 noktada mağandan 0.5 lot almaya. Lekin miya kelganda ma'lum çünkü minus bu stop loss'niki bize miqdor yuqori bo'lganligi uchun bu yerda albatta 0.5 lot olamayman. Çünkü rizikoninki management bo'yicha hisoblagan sistem bor. U sistemning keyingi soatlik darslarda 3-4 soatlik darslarda riziko management to'g'riliq ozroq so'zlashim mumkin. Shu chog'da shu hisoblash usulini o'rgataman to'rdoshlarga. Şu hesapta şundaq hesaplash usulidan hesapda mayadiki hozir mana bu stop loss'niki nimasi stop loss'niki orliq biza yuqori bo'lganligi uchun ma'lumotlarga qaraganda shu bu yerda men 0.5 lotni jami olamayman. 0. taxminan 0.4 yoki bo'lmasa 0.35 lot ilishim mumkin. Ham buni 2 ga bajlayman hesapda. Mesela 0.4 lot aldigan bo'lsa manuel plan iş kıldım, manuel plan iş kıldım. Hesapta bunun bir 180 nokta payda alalap kalsam camiye, o cağda manuel plan tutuldu diyen gap tahminen bir 700-800 euro diyen gap hem de maşallah'tan üzdüm mü payda buldu. İnşallah. Şunun olan şu hazır kısaca bir düşünce beğendim. Videonun bek uzarap için muhalefet etmeyim. İnşallah tushuntirishim tushunishlik bo'lgandi. Hammanglarga korona ta'tilinglarning yaxshi o'tishini tilab Allohdan tilayman. Hammanglarga tan salomatligini tilayman. Taninglarning salomat bo'lishini inshaalloh virusga yaqinlanmay normal yashab turishinglarni Allohdan tilayman. Allohga omonat bo'lsin. Keyingi soatlik darsda ko'rishaylik.